Doktor, o bizning yoshligimizda sunnat, ya'ni xatna qilishsa do'ppi kiygizib qo'yishgan. U nimaga shunaqa qilishgan? Do'ppini gapirmay. U do'ppini menga ham qo'yishgan. Maqsad himoya qilish bo'lgan. Bulbul do'pp qo'yib qo'yishdan, mana hozirgi paytda одноразовый stakanchik. Profilimga kirsanglar bu haqida ma'lumot berganman, hozir gapirib o'tirmaymiz. Yo'kiganda yosh kattaroq bo'lgan bolalarga xatni tursichasi kiydirilib qo'yadi. Hozirgi paytda, oldingi paytda shularning o'rniga do'ppi kiydirishgan. Maqsad himoya qilish bo'lgan. Xuddi shu maqsad hozir ham qolgan, faqatgina zamon rivojlanganligi uchun mana bunaqa zamonaviy usullarni qilib qo'llayapmiz hozir. Endi ota-bobolarimiz qilgan ish qilamiz. Do'ppini boshi kiyib yuringlar. Endi bundan buyog'iga hozir do'ppi kiyish ham kamayib ketib qoldi. Bulbul ustiga qo'yish shart emas xatnadan keyin, unga mana bunaqangi usullar bor. Hozirda do'ppi qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi. Hammasining vazifasi bitta, himoya qilish. Bu yerda biz Amerika ochmayapmiz, yengillik kiritmayapmiz. Bizdan oldingi qilishgan usulni faqatgina zamonaviy qilib qo'yamiz.